biza with sister. Dilnoz bizani nima deyishdi aytgan? Bizani lesbiyanka deyishdi, biz xafa bo'ldik. Oy, bilim. Kunlar qotqolmay shoninglar. Bizani odamlarga gap bo'lsa-chi, to'qima gaplar bo'lsa-chi, kayf yozadi. Qop bo'z belaga. Bilmayman, qatdan fantaziya keladi. Siz hech kim ko'p pornoshka ko'rib o'rgansizlarmi deyman deb, astag'firulloh deb yelkam ushab qolman. Yo'q, xafa ham bo'lmayman, просто kulgim qistaydi. Odamlarning настолько tupoyligidan uyalib ketaman-da. O'zbek xalqimiz unaqa emas-ku. Endi musulmonman deymiz, unaqa bo'lish kerak emas-da, o'rtoqlar. Odamni Просто trash. miyasida nima bo'lsa, O'shani aytolmadi, ko'p ko'rib o'rgandi. o'shani hammaga yoyadi. O'zi o'shanaqa bo'lsa, hammani shunaqa deb O'tmaydi. Xayolda yaxshilik bor odam hech qachon unaqa yomon xayollarga bormaydi. Vot, iltimos ko'nglingizni keng qilinglar va musulmonligimizni unutmaylik. Bizdan shaylanishga.